Bugun Silhouette tarixda ilk marotaba bizni o'quvchilarimiz fashion showga chiqishmoqda va bugungi xursandchiligimizni biz sizlar bilan baham ko'rmoqchimiz. 1 yil davomida sizlar bilim oldilaringiz va bugun sizlar mehmonlar o'zingizni qizingizni keliningizni yoringizni mana shu 1 yil davomida qilgan mehnatini natijasini ko'rasizlar mana shu podiumda. Men hozir tan berdim rostdan o'tirib, chunki onlayn shunchalik onlayn kursga yozildim. Mana 4 yildirki Silhouette bilan birgaman ustoz. 4 yil men ham o'sdim. O'g'lim bilan birga. Buning uchun sizga katta rahmat ustoz. Hech ham afsuslanmayman. Ayni damda men Xudodan so'raganimda siz berilgansiz menga. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlarimiz, dizayner ustozlar, kuratorlar, hurmatli shogirdlar, barchangizni Silhouette akademiyasida ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun Silhouette tarixda ilk marotaba bizni o'quvchilarimiz fashion showga chiqishmoqda va bugungi xursandchiligimizni biz sizlar bilan baham ko'rmoqchimiz va siz bugun podiumni oxirigacha agar ishtirok etsangiz, shu yerda mehmon bo'lib o'tirsangiz, albatta juda ham ko'p fashion showlarni ko'rasiz, bir-biridan chiroyli kiyimlarni ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Bu klub o'zi qachon ochildi? Klubdan oldin men sizlarga Silhouette'ni 5 yillik tarixi haqida gapirmoqchiman. 5 yil oldin 2021-yilda ilk marotaba Silhouette onlayn kursi, ya'ni Silhouette akademiyasining onlayn tikuvchilik kursi ochilgan. O'shanda qanday maqsadda ochilgan deb o'ylaysiz? Silhouette akademiya asoschisi Noila Usmonovaning bitta jumla gapidan boshlangan. Har bir ayol chiroyli kiyinishga haqli. Ushbu g'oya asosida, ushbu niyatda ochilgan bu akademiya mana 5 yildan beri faoliyatini ko'rsatib bormoqda. 3 kishi bilan boshlangan ish hozirda 60 ta odam bilan ishni olib boryapmiz va bundan biz ham, siz ham, albatta hamma butun jamoamiz bundan juda ham xursandmiz. Nimaga aynan har bir ayol chiroyli kiyinishga haqli? Nimaga aynan hozir mana 5 yil ichida tikuvchilik shu darajadagi trendga chiqib ketdi? Nima deb o'ylaysizlar? Va o'zingizlar bir o'ylab ko'ringlar. 5 yil oldin o'zingiz qanaqa holatda edingiz? Bitta o'ylab ko'ringlar. Va mana 5 yil o'tdi. Men shunchaki akademiya haqida emas, o'zi umuman gapirmoqchiman. 5 yildan keyin haqiqatan ham hozir ayollarimiz, ayniqsa tikuvchi ayollarimiz juda ham chiroyli kiyinishga erishdi deb o'ylayman. Nafaqat bu akademiya, balki O'zbekistonda bu 5 yil ichida juda ham ko'plab akademiyalar ochildi va bu bizni faxrimiz albatta, chunki biz har bitta dizayner ustozni hurmat qilamiz. Bizda juda ham ko'p dizayner ustozlarimiz bor. Qaysiki ayollarimiz, qizlarimiz o'qishmoqda va biz nimadan xursandmiz bilasizmi? Bizda ham o'quvchilar kelishadi. Misol uchun mana bu ustozda o'qidik, bu ustozda o'qidik deyshadi. Bizda hech qanaqangi raqobat yo'q. Chunki bir inson qanchalik ko'p ustoz ko'rsa, u shunchalik yuksalib boraveradi. Shuning uchun siz hech qachon bilim olishdan to'xtamang. Bugun bizda bilim olasiz, ertaga balki boshqa akademiyada bilim olasiz. U sizning xohishingiz va sizning tanlovingiz. Va biz hamisha sizlarning tanlovingizni to'g'ri qabul qilamiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Endi hozir davraga Silhouette akademiyaning asoschisi, bizning jonajon ustozimiz va mana shu yerda o'tirgan barcha mehmonlarni jam bo'lishiga sababchi bo'lgan aziz ustozimiz va barchamizni sevimli insonimiz Noilaxon Usmonovani davraga taklif etamiz. Marhamat. Hammaga assalomu alaykum. Avvalambor barcha shu yerda yig'ilgan mehmonlarimiz, shogirdlarimiz, kuratorlarimiz, hozir juda ham men uchun ham hayajonli kun. Biza 5 yil oldin show pakaz
qilish haqida o'ylardik, lekin bu bunchalik chiroyli bo'ladi birinchi pokazimiz deb hech ham o'ylamagandikda. Bitta narsani aytaman, biz o'zimiz ham meros siluet ko'p pokazlarga qatnashgan. Hozir bugungi siz 2025-yil bitiruvchilariga qilingan sharoit bizga ko'p joylarda qilinmasdi. Sezgan bo'lsalaringiz, ya'ni o'zimizni og'riqlardan kelib chiqqan holda sizlarga maksimal darajada eng chiroyli bugungi tadbirni tashkillashtirib berishga harakat qilamiz, chunki 1 yil davomida sizlar bilim oldilaringiz va bugun sizlar mehmonlar, o'zingizni qizingizni, keliningizni, yoringizni mana shu 1 yil davomida qilgan mehnatini natijasini ko'rasizlar mana shu podiumda. Bular osonlikcha erishgani yo'q. Kimdir yig'ladi, kimdir o'rtada tashladi, kimdir yana qaytib harakat qildi va oxirigacha yetib kelishdi-da. Mana shu oxirigacha kelganligi bitta qarsak chalib qo'yinglar. Chunki sizlar uddaladilaringiz. To'g'ri, biza kursimizda hech qachon men katta pul haqida va'da bermayman, lekin biza bilimni va'da beramiz. Va mana shu narsa ishlayapti. Chunki bizani shogirdlarimiz Instagramda hozir kuzataman, hammasi shunaqa bir-biridan zo'r ustoz, bir-biridan zo'r tikuvchilar bo'lib ketganda. O'zi ular ish bilan band. Bizani intervyu olishga vaqtimiz bo'lmaganda, ularni ham intervyu berishga o'zi vaqti yo'q. Zakazdan ortmaydi. Buni o'zlaringiz ham mana natijalaringizdan bugun ko'rib guvoh bo'lamiz. Va qizlar, eng bitta narsani aytaman mana shu mehmonlarga. Bugun bular o'zlari tikib kelgan kiyim bilan birgalikda, ya'ni bizda klubda gruppalar bor, jamoa. Mana shu jamoaviy gruppa nomidan ham ko'ylak tikib kelishdi. Endi tasavvur qiling, bular onlayn o'qishadi. Bittasi Qashqadaryoda bo'lsa, bittasi Tojikistonda. Lekin 10 kishi, o'sha 10 kishi birlashib jamoaviy ko'ylak tikishdi. Mana shu jamoa bilan ishlashni o'rgangan odam ertaga har qanaqa atelyeni boshqarishga ham, insonlar bilan ishlashga ham sizlarda o'zi qanchalik bo'lsa ham ko'nikmalar paydo bo'ldi deb o'ylayman. To'g'rimi? Qanaqa bo'ldi jamoaviy ko'ylak tikish qizlar? Hali natijasini ko'ramiz, sizlarni ham chaqiramiz. Qizlar, shuning uchun bugun qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu qizlarimizni ichidan hozir hayajon, naryoqda 50 ta qiz ana poylab, kutib, shunaqa davrda. O'shaning uchun har bitta chiqqan o'quvchiga iltimos qarsaqlaringizni ayamaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmatli mehmonlar, hurmatli shogirdlar va ustoz dizaynerlar, ana endi sizning qo'llab-quvvatlashingiz ostida biz bugungi podiumni boshlaymiz. Va bugungi podiumda o'zi kim chiqadi degan savol har ham sizlarni qiynayotgan bo'lsa, bugungi podiumda 1 yillik klub o'quvchilarining natijalari chiqadi. Ya'ni 2025-yil o'quvchilari bugun o'zlarining tikib kelgan ko'ylaklarini mana bu yerda namoyish etishadi. Va bitta narsaga juda ham e'tiboringizni qaratishni xohlardim. Ular onlayn o'rganishgan. Tikuvchilikni onlayn o'rganib, ular bugun olgan bilimlari qay darajada ekanligini mana bu yerga chiqib ko'rsatishadi va sizlar ularni baholaysizlar. Undan tashqari bizda klubda 14 ta gruppa bor. Mana shu 14 ta gruppada har birida bitta jamoaviy ko'ylak biz vazifa qilib berganmiz. Bu qanaqa jamoaviy ko'ylak deydigan bo'lsangiz, ertaga har bir o'quvchimiz balki atelye ochadi, balki ishlab chiqarish qiladi. Mana shu paytda ular jamoa bilan qanaqa ishlash kerakligini eng boshida mana bu yerda o'rganishdi. Nimaga? Chunki ular onlayn ishlashdi. Onlayn qanaqa ishlash kerakligini bilishdi. Onlayn ishlay olgan inson albatta offlaynda jamoa yig'sa bir pasda buni uddasidan chiqa oladi degan niyatda biz jamoaviy ko'ylakni ularga vazifa qilib berganmiz va bu shunaqangi vazifaki, bu ko'ylak hech qayerda bo'lmasligi kerak. Ular albatta ChatGPT bilan, Gemini va boshqa programmalar bilan ishlab, juda ham chiroyli ko'ylaklarni obrazini yaratishdi va bugun mana shu kiyimlarni sizlar bilan birgalikda ko'rib boramiz. Va endigi navbatni
hozir o'quvchilarning ishlarini ko'rishga, ya'ni modellarimiz o'quvchilarimizning ishlarini chiroyli qilib ko'rsatib berishadi degan umiddamiz va fashion showimizni boshlaymiz.
Qizlar hozir ko'rdilaringiz, bular birinchi marta sahnaga o'zlarining liboslarini namoyish etishdi. Onlayn o'rganishgan, modellarga primerka qilishmagan, umuman bittada mana qolipda tushganiga o'zlaringiz guvoh bo'ldilaringiz. Hozir men davraga dizaynerlarni chaqirmoqchiman. Ha. Ular o'zlariga hozir tikkan kiyimlarini, eng chiroyli kiyimlarni eng birinchi o'zlariga tikishgan va o'zlarining ko'ylaklariga ham baho berasizlar. Mana shu go'zalliklarni yaratgan dizaynerlar, bizning shogirdlarimiz yo'q chiqsa hozir qani modellaringiz bilan mana kim yaratdi bu ishlarni? Chunki ko'rishlaringiz kerak. Qani qo'lidan ushlab bo'lmasa o'zlaringiz shunda podium muzika. Давайте mana. Mana bu qizlar bizning dizaynerlarimiz, mana kiyimlarini ham o'zlari tikishgan. Hech qaysi modeldan qolishmaydi o'zlari. Ana qizlar. O'zlarini kiyimlariga ham e'tibor berdilar. Qizlar qarsoq chalib turinglar. Sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz juda ham muhim. Krasota. Juda ham xursand qildilaringiz hozir. Chalib qo'yasizlar. Tojikistonlik shogirdimiz mana krasavitsa.
qanday qizlar hozir so'zni O'zbekistondagi eng mashhur dizaynerlardan biri Sindor Collection. Sindorga so'z navbat bermoqchiman. Sindoram, rahmat. Shunchalik sizda ham akademiya bor, bilasiz. O'zingizni fikrlaringiz bilan haqiqiysiga bo'lishing, shogirdlarimiz ishlari qanday? Maqtash shart emas. Kamchiliklar bo'lsa ham ochiq qabul qilamiz. Mikrofonni bering bu yerga. Men yaxshi ko'raman mikrofon olishni. To'g'riga borib olay-a. Assalomu alaykum hammaga xush kelibsizlar. Avvalambor bugungi tadbir, bugungi bayram bilan Noila opa sizni juda ham tabriklayman. Alloh muborak qilgan bo'lsin. Bitta narsani aytaman-da. Hali aytganingizdek raqobat yo'q, tan olish bu mardlik. Men hozir tan berdim rostdan o'tirib, chunki onlayn shunchalik yuragida o'ti bor o'quvchilarning ishini ko'rib, prosta kiyim olib chiqishmadi ular. Masalan, modellashtirishda oson texnika tanlashmagan. Men to'g'risi hayron qoldim. So'radim Noila opamdan, primerka qilishganmi modellarga? Yo'q, qilishmagan. Har bitta pasatka, har bitta chok. Ishoning, endi hammasi o'ziga yarasha o'zini chiroyi bor, o'zini yo'nalishi bor. Kamchiliklar yo'q hammasi bor. Endi u kamchiliklar onlaynda shunchalik eplashganning o'zi bu katta yutuq. Men to'g'risi men buni gapirmasam bo'lmaydi deb hozir shunda mikrofonni qo'llardan tortib oldim, ko'rdinglar. Buni gapirish kerak. Haqiqatan men hurmat qilaman birinchi qadamni bosgan insonni va harakat qilgan insonni, o'sha o'rganganlarini amalda qo'llanmagan bilim nolga teng deyiladi. Amalda qo'llashganiga shunchalik yurak yutib, qo'l ishlari bilan ham prosta respekt. Bilasiz, hamma narsani maqturish, hamma ham maqturmaydi. Men tan olib maqtayman bugun. Men havas qildim, to'g'risi xursand bo'ldim. Haqiqatan bizning ham akademiyamiz bor. Bizning ham o'sha akademiyamizda Xudo xolisa mana shunaqa chiroyli tadbirlarni qilish nasib qilsin. Kengayganda kengaysin. Xudo xolisa o'quvchilaringiz soni, mana shunaqa yuragida o'ti bor o'quvchilar. Hammalarini tabriklayman. Qizlar prosta hammalarga gap bo'lishi mumkin emas. Omadinglarni bersin. Xudo xolasa bu hali boshlanishi. Dengizdan bitta tomchi desak ham bo'ladi. Men o'ylayman, bunaqa sizlar ham katta akademiyalarni ochishinglar, bunaqa katta pokazlarni nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda jahon podiumlariga olib chiqishinglarga ishonaman. Tabriklayman. Muborak bo'lsin. Ana to'g'riga chiqib olib gapirdim. Men yaxshi ko'raman o'zi gapirishni. Tabriklayman yana bir marta. Hozir esa so'z navbatini opam desam ham bo'ladi. Opajonimga O'zbekistonda eng birinchi stilistikani olib kirgan, birinchi qo'rqmasdan qadamni bosgan va bizani 2025-yil klubda ustoz vazifasida ham dars o'tib bergan Oydinoy opa, sizning fikrlaringiz bizga juda ham muhim. Boricha, barcha haqiqatlarni Assalomu alaykum, yana bir bor hammaga. Hozir kelib kayfiyatlarim ko'tarilib ketdi. Shoshib, kechga qoldim deb keldim, lekin kelib mana bu ishlarni ko'rib juda ham kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Mashtab turib gapiraversam bo'ladi, menimcha. Sindorga o'xshab to'rga o'taymi? O'tsam arziydi, lekin ustimdagi ham Siluet akademiya. Noila sinimiz juda chiroyli obrazlarni, juda kreativ obrazlarni yaratishni yaxshi ko'radilar. Mana shu ustimdagi egnimdagi kiyimni ham tikib berganlar, chiroyli qilib. Shuning uchun ham bitta podiumda o'tmasam bo'lmaydi deb o'yladim. Bugungi pokaz uchun hamma dizaynerlarimizga kattakon hammani nomidan tashakkur bildiraman, chunki mana shu yerga bugun chiqish uchun ular necha kun uxlamagan. Necha kun buni tikkan, mayli o'qib o'rgangan davri, lekin bu katta mehnat deb o'ylayman-da. Vaqti kelsa, rahmat. Vaqti kelsa bitta tugmachani tika olmaydi odamlar, mana hozirgi yoshlarimiz, kelinlarimiz deymiz, lekin bu qizlarning qilgan ishlari juda ham katta tahsinga loyiq. Umuman bularni jahon podiumiga ertaga olib chiqsak ham uyaltirmaydigan darajadagi bilimlarni olgan. Onlaynda shuncha bilim olgan, onlaynda demak o'zini harakati bor,
to'g'ri ustoz bergan, lekin o'zini harakati, o'zini intilishi bilan kechasi ko'zini nurini ketkizib, bola chaqasini, uyini, ro'zg'orini, erini qo'yib shuncha ishni qilgan. Demak, hayotda karyera qilishga, intilishga, nimadir, kimdir bo'lishga harakat qilayotgan qizlar. Hammasiga omad tilayman. Mana shu yerda shu qizlarning yaqinlari o'tiribdi. Sizlarga rahmat. Sizlar podдержка qilgansizlar, shunchalik Noila o'qitgan, shunchalik mana shunaqa chiroyli odamni ko'zini quvnatadigan ishlarni ko'rdik bugun. Shuning uchun Noilajon, sizni tabriklayman. Qolgan qizlar ham, hamma dizaynerlarni tabriklayman debyut ishlari bilan. Ilohim jahon podiumlariga olib chiqadigan darajadagi dizaynerlar bo'lib yetishsin va men bunga ishonaman inshaalloh. Bizni qo'llab-quvvatlaymiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Hurmatli mehmonlar, ishlarni ko'rdingiz. Menimcha mana bu yerda bizni 2026-klub o'quvchilarimiz o'tirishibdi. Hammasi bu yerda 2026-yildagi klub o'quvchilari. Hozir ularni ko'zi chaqnab ketdi. Xudo xohlasa keyingi yil, bir yildan keyin sizlar ham xuddi shunaqa pakazda chiqasiz inshaalloh. Va shuni aytmoqchiman hozir. Bizda klub 2025 birinchi marotaba ochilgan bo'lsa, 217 ta o'quvchi qo'shilgan edi. Shundan 123 tasi muvaffaqiyatli tugatib, sertifikatlarni olishdi. Va klub 2026-yilda esa 305 ta o'quvchi klubga qo'shildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bu degani akademiyamiz zo'r demoqchi emasmiz. Bu degani ayol qizlarning bilim olishga, hunar o'rganishga bo'lgan muhabbati va o'zini o'zgartirishga bo'lgan kuchi, mehnati yana ham ko'rinib boryapti. Va albatta mana shu yerda o'tirgan klub 2025-yil o'quvchilarimiz, bugun sizlarning bitiruvingiz ham bor. Shuning uchun barchangizga biz bitta gapni aytmoqchimiz va bitta narsani omonat qilib topshiramiz. Bizdan bilim o'rgandingizmi? Albatta buni o'rgating. Va sizni shogirdingiz ham shogirdlar chiqarsin. Bu ip uzilmasin. Biz qachon o'rgangan bilimimizni kimgadir o'rgatsak, ana unda o'zimizga yuqadi. Shuning uchun barchangiz shogirdlar chiqaring. Barchangizga shunaqa shogirdlaringizni podiumida o'zingiz Noila Usmonova ustozimizga o'xshab faxrlanib turish nasib qilsin deymiz. Endi hozir bugungi pakazimizning eng hayajonli bitta bosqichidamiz. Bizda 14 ta gruppa bor. Mana shu 14 ta gruppa hozir o'zining jamoaviy ishini ko'rsatadi va bitta narsani aytib o'tmoqchiman, xato kamchiliklar bor. Nimaga deganda, bittasi yengini tikkan Qashqadaryodan yuborgan, bittasi etagini tikkan Buxorodan uni Toshkentga yuborgan va bir ko'k oldin kelib, ular tez-tez hamma joyini qilib, bezaklarini qilib, boshqasini qilib bitta kiyim yaratishdi. Bu oson bo'lmadi. O'shada har doim qizlar bilasizlar, qadr orti juda ham qiyin. Hozir mana bu yerga olib chiqqanimizni o'zi qanchalik orqada nimalar bo'lganini o'quvchilarning o'zi ko'rdi, bildi. Lekin bu hayajonli daqiqalar umrimizning hech bir qaysi joyiga teng kelmaydi va bu lahzalar bir umr bizni yodimizda qoladi. Ana endi klub 2025-yil o'quvchilarining jamoaviy ishlarini hozir biz davraga taklif qilamiz. 14 ta kiyim chiqadi va siz bunga baho berasiz. Eng chiroyli gruppavo ish qaysi ekanligini albatta siz bizga tanlab berasiz. Marhamat, boshladik. Birinchi gruppa.
jamoaviy kiyimi. Ushbu gruppaning nomi Lavanda gruppasi. Shuning uchun ko'ylak shu rangda tanlangan. Lavanda rangida. To'rtinchi gruppa jamoasining ishi. Marhamat. Ushbu gruppa nomi Silvetta. Kiyim ham shunga moslangan. Oltinchi gruppamiz Sharqona guruhi. Keyingi gruppamiz, marhamat. Yettinchi gruppa. Munis gruppa jamoasining ishi. Yuz foiz qo'l bezagidan ishlatilgan. Keyingi jamoa, marhamat. Sakkizinchi gruppa jamoaviy ishi. Ipak jamoasi. Kiyim ham ipakdek nafis. Kiyim ham mayin, juda ham chiroyli matodan qilingan. To'qqizinchi gruppa. Judayam ajoyib, zamonaviy kiyim. Keyingi jamoaviy ishimiz gruppa jamoaviy ishi. Sakina gruppasi.
ushbu atirgullarni 10 ta o'quvchi 10 ta viloyatdan tikib yuborgan. Keyingi jamoaviy ishimiz marhamat. Birinchi gruppamiz Glamour ayollar gruppasi. Keyingi gruppamiz marhamat. 12-chi gruppa jamoaviy ish. Zumrad gruppasi. Juda ham chiroyli. Keyingi gruppamiz marhamat, tayyor bo'lsangiz. 13-chi guruh Safron. Gruppa jamoaviy ishi marhamat. Madina Rasulova jamoasi. Gruppa nomi Needle Woman, ya'ni igna ayol va ko'ylakda ham igna belgilarini ko'rishingiz mumkin. Bu ko'ylak 3 oy davomida tikilgan, chunki o'quvchilar har xil viloyatdan bo'lishgan. Va oxirgi gruppamiz bor bitta, 5-chi gruppa o'quvchilari jamoaviy ishi marhamat. Gruppa jamoaviy ishi. Endi barcha gruppa ishlarini marhamat sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. 1dan 14-gacha bo'lgan jamoaviy ishlar marhamat sahnaga, faqat modellarning o'zi.
hozir bilasizlarmi, shunaqa xursandmiz, judayam xursandman. Hozir mana ichkarida bayram bo'lib yotibdi. Bular uchun bitta katta imtihondan o'tishdi. Hozir bu natijalarga chiqishda eng ko'p bu yerda hissasini qo'shgan insonlar turibdi sahna ortida. Hozir jamoani biza kuratorlarimiz chaqiraman, bitta hammasini. Qizlar, kuratorlarimizni olqishlashimiz kerak, chunki kerak bo'lsa uyidan ham qizlarni, shu viloyatdan kelgan qizlar, ularni uyida turib bo'lsa ham, kim Toshkentda turgan bo'lsa, shunchalik birikishdiki, hattoki offlaynda bunaqa ahillik, bunaqa inoqlik yo'q, to'g'rimi? 1 yil onlayn o'qigan bo'lsa ham, hozir hamma bir-birini taniydi, hamma bir-biri bilan inoq, shunchalik ahil jamoa bo'ldikki, ya'ni 2025. Men bundan faqat faxrlanaman va 26ni ham xuddi shunday bo'lishini xohlayman. Lekin nima sizlar qarsak chalmayapsizlar, qo'rqib ketdilaring? Yo'q. Boyadan beri kuzatyapman, 26-yil jim turibdi-da, nimadir o'ylab qoldim. O'shaning uchun birinchi guruh kuratori Nigora Ismoilova, qizlar, olqishlab qo'yasizlar. Bitta narsa aytaman, kuratorlarning hammasi bizani o'zimizni shogirdlarimiz. Birinchi potokda o'qigan, hozir akademiyamizda o'zi ustoz darajasiga yetdi. Natijalari endi dahshat. Nigorani gruppasiga tushaman deb qancha to'polonlar bo'ladi. O'shaning uchun oxir olqishlab qo'yasizlar. Mana rahmat Nigor, boringizga shukr. Ikkinchi guruh Zarnigor, mana ikkinchi guruh kuratorimiz Zarnigor bizda merosda ishlagan va kuratorlikka o'tib ketdilar. Eng birinchi ishchilarimizdan. Va uchinchi guruh va bir kunda ana o'zlariga ko'ylak tikib kelganlar Shohida Ismoilova. Shohida Ismoilova hozir Sarponi eng katta bichuvchilari. Olqishlab qo'yasizlar. Va bu qiz ham o'zimizda o'qigan qiz. 3-potokda o'qigan qizimiz. Mana o'zimizda ishlayapti. Mana shunday natijalar kelgusida endi ustoz bo'lasiz. Endi ishlarni Xudo xohlasa sexlarni tizimlashtirib olsak va 4-guruh Nargiza xon. Qizlar, bu qizni kelish tarixini o'zi ajoyibdi. Karantinda tushiga kirib, umuman bir haftada kelib, xuddi ishxonamizda o'zini a'zosida ishlab, akademiya eng birinchi ochilganda eng birinchi shogird bo'lib, hozir eng zo'r kuratorimiz. Bu gruppaga tushgan 10 ta qiz, 10alasi ham oxirigacha bordi. Shuning uchun bu yil 40 ta berdik. Olqishlab qo'yasizlar. 5-guruh Azima. Olqishlab qo'yinglar qizlar. Azima ham o'zimizning shogirdimizdan. Bu yil murakkab fasonlar bo'yicha o'zi Siluet akademiyasida darslari bor 26ga. Ya'ni Azimani darslari eng kerakli darslar. Ya'ni $5000 ko'ylaklarni qanaqa bichib tikish sirlarini shu qiz sizlarga o'rgatadi. Olqishlab qo'yasizlar. 6-guruh. Keyingi gruppalarni marhamat kuratorlarini taklif qilaveramiz. Kelinglar. Nargiza Anvarovna. Kuratorlar. Jizzaxlik kuratorimiz. O'zimizda shogird bo'lganlar bular ham. Keyingi kuratorimiz, marhamat. Zebo Sultonova. Juda ham kamtar kuratorimiz, lekin o'quvchilari juda ham zo'r natijaga chiqadi va konstruksiyani, andazani eng kuchli biladigan kuratorlarimizdan biri. Aytgandek, bizani 5 yildan beri alohida taklif o'taylik Saydaxonni. 5 yildan beri biz ko'rmaganmiz bu kuratorimizni. O'quvchi bo'ldilar, onlayn ishladilar, faqat qirg'izistonlik kuratorimiz, o'quvchimiz, birinchi o'quvchimiz bo'lgan, keyin kurator bo'lgan Saida Eshankulova. Marhamat, siz alohida chiqing. Biz o'zimiz birinchi marta ko'rib turibmiz va Toshkent shahriga ham birinchi marta kelibdilar. Juda ham xursandmiz.
Keyingisi Qozog'istonlik kuratorimiz Zarofat Izzatullayeva. Judayam kuchli kuratorlarimizdan biri, o'quvchilari zo'r natijaga chiqadigan va kreativ yondashadigan kuratorlarimiz. O'quvchilari ham xuddi o'zlariga o'xshaydi. Va sahna ortidagi kuratorlarimiz bor, bugun kela olmagan kuratorlarimiz bor. Barcha kuratorlarimizga kattakon rahmat aytib qolamiz. Va yonimda turgan bitta kurator esimdan chiqibdi, uzr. Andijonlik eng zo'r konstruksiya bo'yicha, andaza bo'yicha eng kuchli kuratorlarimizdan biri Kamola Usmonova opamiz. Sizga kattakon rahmat. Kimlarni ham o'zlatganlar. Sizlarga hozir bitta narsani aytishim kerak. Mana shu kuratorlar o'zlari mana shu podiumga chiqishmagan. Tushunyapsizlarmi? Kim buni bildi? Biza hozir mana ko'zlari chunki bular davrida biza podium qilmasdik. Mana endi kelyapmiz. Shuning uchun 2026-yilda sizlarga imkoniyat bor. 1 yil davomida tayyorlaninglar. Mana va'da berdik, eng birinchi sizlarni chiqaramiz. Chunki sizlar o'tishlaringiz kerak bu hissiyotdan. Eng birinchi direktorimizdan boshlaymiz. Har safar podiumga bular o'zlari xohlashadi, lekin to'xtanglar, birinchi o'quvchilar deb, mana keyingi yilga Xudo xohlasa o'shaning uchun hozir nima demoqchiman, juda ham xursandman va shu yerda meni eng qadrdon oyimlar o'tiribdilar, ayamlar, qaynonamlar shu yerda. Men hozir so'z navbatini ularga bersam, chunki mana shogirdlarimiz ko'rdilar, bularni duosi bilan shuncha ishlarga biz sababchi bo'lib turibmiz-da qizlar. O'shaning uchun hozir ikki og'iz ularni fikrini ham eshitmoqchiman. Qanaqa bo'ldi bayramimiz? Assalomu alaykum. Mehmonlar, hammalaringizdan kelganlaringizdan xursandman. Mana kelinimni, o'g'limni mana shu ishlarini, rivojlarini ko'rib, bular yetgan muvaffaqiyatlarni ko'rib shunchalik xursand bo'lib o'tiribmanki, bizani ham chet davlatda ko'p nimalarimiz bor-da, o'shalarga yuborib yuboraman snimkalarini deb o'tiribman manamda. Allohim bularni qo'llab-quvvatlasin. Nimaki keyingi rejalari bo'lsa ham Allohim hamma rejalariga omad bersin. Hamma orzu niyatlari amalga oshsin, topgan pullari qut barakali va yaxshilik kunlarga ishlatilsin. Hammalaringizga omadlaringizni bersin. Hammalaringizga oilalaringizga tinchlik, osoyishtalik, hammalaringiz Alloh bergan yoshda sog'lik salomatliklarda, to'kin sochinliklarda, xushchaqchaqliklarda, xo'jayinlaringiz bilan qo'sha qarib farzandlaringizni huzurini ko'rib yashashga nasib etsin. Allohim nima deydi, bularni doim qo'llab-quvvatlasin. Rahmat hammalaringizga. Men demoqchimanki, agar действительно mana shu tekstil institutini bitirganda mana shu nimalar bo'yicha menimcha o'zi mirovoy anaqada bo'lgan bo'lar edi bu. Birinchi men ishdan kelardimda, 2 haftaga, 3 haftaga biz uzoqroqda ishlaganmiz. O'shanda men shunaqa podiumga Chorsuda olib borgan edim. Olib borib menga mana bu podium mana qilsa men hayron qolganman, tavba qildim. Bu vrach bo'lsa, menga nima bu podiumlarni ko'rsatib yotibdi? Men bularni nima qilar ekanman deb hayron bo'lganman. Buni o'zi kelajakdagi niyati shunday bo'lgan ekan, o'sha uchun Alloh onasini qornida diplom bilan tushirgan ekan, tug'dirgan ekan. O'shaning uchun ko'rsatgan ekan menga. Allohim martabalaring bundan ziyod bo'lsin. Hamma orzu-niyatlaringga hammasini ushalsin. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana shu farzandimni, katta qizimni mana shunday muvaffaqiyatlarni ko'rib shunchalar xursand bo'ldim. Eshitib ko'rib yurardim-ku, jab etib nimalarga kelganim yo'qdi. Men vaqtim yo'q, nevara qarayman, deymanda kelmayman, taklif qiyotadi. Bu safar ham syurpriz qilib, xafa bo'lmasin qizim deb keldim. Shunchalar xursand bo'ldim. Ishlarni ko'rib,
shogirdlarni ishi shuncha bo'lsa, o'zini ishiga endi gap yo'q. Qo'sha qarisin, farzandlar huzurini ko'rsin. Mana shunday shogirdlar ko'p bo'lsin. Hammalaringiz ishlaringizga muvaffaqiyat, xonadonlaringizga tinchlik, totuvlik, hamisha sog' bo'lingizlar. Sizlar bitta narsani mana shu yerda biza isbotladik deb o'ylayman. Ya'ni tikuvchimisan, bilim kerak emas degan fikr bo'lar, to'g'rimi? Tikuvchilik o'qib nima qiladi? Tikuvchilik-ku bu degan fikr bor. Lekin bugun mana 1 yil davomida tikuvchilikda ilmi borligini biz isbotladik. Tikuvchilikni ilmi bu nima? Nima? Andoza. Biz sizlar bilan mana shu andoza bilan 1 yil davomida o'qitilgan bilimlarni ko'rsatib bera oldik deb o'ylayman. Ya'ni tasavvur qiling, bu modellar hech qaysi razmersiz shunchalik qolipda tikildimi? Endi bu qizlarni klientlarini chegarasi bo'ladimi? Rayoni yoki Samarqand yoki qaysidir viloyat yoki Toshkent emas, butun dunyo bo'ladi. Razmer yuborilsa bo'ldi. Bular o'zi onlayn ishlashga tayyor. Chunki shunchalik qolipda chiqarib kelish, men faqat posatkaga e'tibor berdim bugun. Chunki eng asosiysi posatka qulaylik, ya'ni kiyganda zo'r turish kerak. Va bugun o'zim ham egnimda o'sha shogirdlarimizni kiyimidan kiyib yuribman hozir. Spesialniy akademiyada u qizimiz hali o'zini ko'rmadim, balki kechga kelar. Shu qizimizni ishini kiyib yuribman. Gulnoz bilasizlar, kuzatyapsizlar. Va har biringiz ertaga mana shu bilimni, bilim borligini bilim bilan o'rganishlaringizni xohlayman. Ya'ni hozir odamni diqqatini o'zi 1 minutga bitta narsaga ushlab qolish qiyin bo'lib ketyapti-da. Hamma narsani osonlashtiramiz. O'shaning uchun buni ushlab qolmasak, ertaga kelajakda juda hammaniga o'tib ketishi mumkin. Buni ushlab qolish uchun esa bilim, matematika, diqqat, tafakkur, ya'ni bu tikuvchilik oddiy hunar emas. Mana shu hunar orqasida mana dizayner degan nomga ega bo'ldilaringizmi? Bugun sizlarni hamma dizayner deb chaqirdi. Bitta qarsoq chalib qo'yinglar o'zlaringizga. Rahmat kattakon. Biz mana shu shoumuzni, mana shu chastini tugatamiz va bizda bundan keyin diplomlarni taqdirlaymiz. Barchangizga rahmat. Sertifikatlarni taqdirlashimizdan oldin bugungi tashkilotchilarga, JEK rasmiy hamkorimizga va operatorlar gruppamizga, Ravshanbek bizda operatorlar gruppasi, sizlarga berilayotgan har bitta darslikni video syomkasini mana shu bola qiladi. Tasavvur qiling, biz igna ko'rinishi kerak deymiz. Mana tikamiz-ku. Bu bola qancha qiynaladi. U yoqdan o'tadi, bu yoqdan o'tadi. Oxiri charchab ketadi, lekin sabr qiladi. Lekin mana shu bola sizlarga asosiy bilimni berayotgan hisoblanadi. Yetkazib beryapti. Rahmat deymiz. Keyingi ishlarimizda ham albatta bular bilan yana ko'p hali hamkorlik qilamiz va mana bu sahnani bizga tashkillashtirib bergan tashkilotchilarimiz, Stand Up jamoasi barchalariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Endi keyingi ishimiz hozir o'quvchilarimizni sertifikatlar bilan taqdirlaymiz. 2 minutdan keyin bitta muzika qo'ying. Boshlaymiz. Hamma shogird shu yerda, birinchi gruppadan boshlaymiz. Hamma qizlar kelganmi? Hozir sertifikat olishdan qolib ketgan ki akademiyadan borib o'zi olib ketadi. Birinchi gruppa 2025-yil. Birinchi gruppa. Ha. Boshlaymizmi qizlar? Ro'zi va Zuhra. Sizlarning birinchi ustozlaring, asosan bizdan o'rgatgan Zulfiya opamga o'zlari kelolmadilar. Endi videolarda menimcha e'tiborat kattakon rahmatimni aytaman va bilasizlarmi, bu tizimli ish. Qarsoq chalib qo'yasizlar o'tda qizlar. Bu tizimli ish, bu jamoaviy ish. Tizimsiz bunaqa natijaga chiqarib bo'lmasligiga yana bir bora amin bo'ldim. Biz jim yurdik, indamadik, lekin sizlar natijani ko'rsatdinglar. Rahmat. Hozir gapim tugamaydi, hozir yig'lab yuborishim mumkin. O'shaning uchun sizlarga bera qoling.
bo'ldi, yig'laymiz, keyin yig'laymiz. Rahmat hammaga, juda ham xursandmiz. Bu bir yil oson bo'lmadi. Bizda har xil holatlar bo'ldi, har xil vaziyatlar bo'ldi, har xil yo'qotishlar bo'ldi, komanda har xil holat bo'ldi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham bizni yo'limiz aniq edi. Maqsad aniq edi. Qanaqa qilib bo'lmasin biz manzilga yetib olishimiz kerak edi. Va shu yo'lda biz butun jamoani, butun kuratorlar jamoasi, ustozlar jamoasi hammamiz birga qo'limizni qo'limizga berib, mana shu o'quvchilarni oxirigacha olib keldik. Va Xudo xohlasa bu o'quvchilarning natijasini hali kelajakda juda ham ko'p ko'ramiz degan umiddamiz. Rahmat. Endi bitta savol beraman-da, to'yxonadan ko'ra yaxshiroqmikan? Bu ham bitta qaranglar-da, qiziq narsa bo'ldi-da, yana chekindilaring ham qandaydir orqaga yana qarang, shuncha bilim bilan kelyapmiz, yana qo'rquv bo'ldi-da o'rtada. Hammasida chiqa olamizmi, qilamiz, lutcha to'yxonada o'tkazib qo'ya qolaylik. Keyin bizlar ham o'ylab qoldik, keyin yo'q, o'sha yerda o'tkazamiz. Keyin yana har xil narsalar bo'ldi, lekin oxirida ko'rasizlarmi? Sizlar chiqdilaringiz. Tushunyapsizlarmi? Sahna qilishga chiqardik, dekanatlarga chiqib iltimos qilardik. Hech ham bunaqa sharoitda orzu qilganmiz, orzuligicha qolib ketgan edi. Bugun mana shu orzularimizni mana ro'yobini amalda ko'rdik. Buning uchun Noilaopa ustozimizga ham ustozlarimizga chuqur minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Rahmat. Faqat brendingiz bor edi, o'zingizni taniganman. Ozgina vaqt